Assalomu alaykum. Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabin do'stlar. Bugun mana keling-ku ko'rsatuvni boshlar ekanmiz. Biz o'ylaymizki, bugun ko'rsatuvimiz mobaynida chiqadigan ajoyib keling-kuvlar hayoti bir-birlarini qanaqa topganlarini gapirib, sizlarning kayfiyatlarini ko'taradi. Rahmat. Men o'ylaymanki, bugun mana shu Guldiroz Qaselar albatta keling-ku ko'rsatuv davomida bir necha bor va yangiroq kayfiyat bilan birgalikda bizani ko'rsatuvimizni quvvatlab turib, mana shu kayfiyat bilan uyga ravona bo'lasizlar. Endi esa rahmat, sizlarning Guldiroz qarsagili ostida bugun ajoyib keling-kuvlarni biz sahnaga taklif etamiz. Ular albatta o'zlarining chiqishlari bilan sizlarning kayfiyatlarini ko'taradigan darajada ajoyib chiqishlar qilishadi deb umidamiz. Endi esa Guldiroz Qaselar ostida biz birinchi keling-kuvni, ya'ni birinchi juftlikni Marakanovlar oilasini taklif etamiz. Marhamat. Yosh bolada eshigini och, Shohruxoning keldi sani. Zo'r keldi. Samolyotda olib ketasan. Voy, yo. Hey. Hey. Nima qilay charchab ketdim. Sama samolyotda yoki vertolyotda bara Akili. Zo'r. Akio, zo'r. Hey. Sama samolyotda yoki vertolyotda bara Yaşaylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Shot aka, bizni Rahmat. samolyotda ham kelmadi, vertolyotda ham kelmadi, bizni peshkom keldi. Rahmat. Ajoyib keling-kuvlar, mana bir-biriga nihoyatda mos bo'lgan ajoyib keling-kuvlarga tabassum bilan birgalikda Guldiroz Qaselar bilan olqish turadigan bo'lsanglar. Rahmat. Rahmat, marhamat joylarni egallanglar. Joylarni egallari demak, yana birinchi daqiqadan so'ng albatta ko'rsatuvimiz oldindan bilasizlar, bugungi keling-kuvlarimiz hayotda bir-birlarini qanaqa topganlarini gapirib berishadi. Endi esa ajoyib yana Guldiroz Qaselar ostida ikkinchi oilaga alohida e'tibor berishingizni iltimos qilamiz. Bu qahramonlarimiz Buxoriy Sharifdan tashrif buyurishgan. Demak, Farhod va Shirin Qulmurodovlar oilasini taklif etamiz. Marhamat. Manna pomida. Çaki boru. Ne bako şirida. Yok kardam. Yok. Ebi zor şudam dadish. Pagoy mere shakli mi hamma xurda xudamona. Ha? Asla bi zor şudam. Azizam. Bu hozirda ko'cha gashti. Ne var böyle kızım? Mana midonat guftuli Ne var böyle kızım? hamisha mindona. Wow! Çalık kore. Soda kap balık dağıtı dağ. Ebi. Tu mana maymunlar kardame haftada ko'rshiya. Man maymun kardam. Wow! Yasha yo'qdimi? Ay man. Base, ye. Ebi. Bas oxiri. Chigap. Assalom Saud aka. Va alaykum assalom. Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi bizning qanaqangi ajoyib keling-kuvlarimiz albatta hozir bu zamonda chiqib keladigan bo'lsa ham bir necha daqiqada shu albatta hayotda bir-birlarini qanaqa topganlarini tabassum bilan gapirib berishadi. Rahmat. Saud aka qaramaysiz mana bu erkakkinaga. Bezor bo'ldim. Zo'rg'a yashab kelyapman shu erkakkinaga. Bachalar uchun chidab kelyapman. Bacha yok bende. Sizda yo'q. Rahmat. Mayqalar, rahmat. Ajoyib, rahmat. Kelinglar. Mana kuyovimiz. Ammo boru. Ammo yomon ekansiz boru. Vahshiy gap yo'q. Seryozni что ли? Anaqa Ibi yangamillo? Bu erchangiz kelmadilarmi? U kechangiz bilan kiyibsiz. Voy, xotinjon tushunmadim. Ibi manmi? Oldimga keling, bundoq qarang. Keling. Tanish chiqib qoldinglar shekilli. Hozir yedim-ku, ha? Ibi. Nechun gapirdim-e? O'zi qo'ni-qo'shnilar gapirgan yetadi. Siz jim o'tirsangiz ham Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas, yangamillojon bo'l. Kelishib oldinglar. Rahmat, kelishib oldinglar, o'tiringlar. Demak, hurmatli keling-kuvlar, avvalambor bo'ldi, kuyovjon. Avvalambor har ikkala keling-kuvlar ko'rsatuvimizga taklif etilganda yo'q demasdan kelganinglar uchun ko'rsatuvimiz ijodkorlar nomidan sizlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va bir necha daqiqadan so'ng albatta qanaqa tanishganlarini gapirib berasizlar. Endi esa 3-oilani taklif etamiz. Bulardan ham zo'r ajoyib oila. Endi biz sizlarni Guldiroz qarsagili ostida Soqiyevlar oilasini taklif etamiz. Marhamat. Everybody put your hands up in the air. Yeah, everybody go. Here we go. Nenna boyvachchaman, nenna sultonman. G'arib bir onaga g'arib o'g'lonman. Marhamat. Nenna sultonman. To'g'risida qanaqa bo'lyapti? Oddiy bir stangachi bo'lsam.
Qo'maydi, yaxshimizda Sajjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Og'in, sizda skoch yo'qmi navoda? Mana qarang. Kechirasiz, birinchidan bu tomonga keladiganlar hammasi assalomu alaykum bilan deb boshlaydi. Biz Soqiyevlar oilasinchi. Siz Soqiyevmisiz? Men sotib oldim oilasimi? Mana qarang, bizani ko'rsatimizga yosh oilalar taklif etadi. Mana bunaqaga keling-kovlarga o'xshagan dedi. Ular kelib hayotda bir-birlarini qanaqa topganlarini bizga gapirish kerak. Mayli, kelishga keldingiz. Shuncha odamlarning oldida sizni noqulay holatga qo'ymaslik uchun bitta savol bilan murojaat qilaman-da, qanaqa javob beradigan bo'lsangiz, shu tariqada davom etamiz. Endi qani ayting-chi, siz bilan tanishib olaylik. O'zingiz kimsiz? Ismingiz nima? Yomon tez ketyapsiz hozir. Sezdingizmi o'zingiz? Men otim ko'tarib berdi. Ko'tarib berdi? Men stankada ishlayman. Men Navro'z stankasiga qaraman. Men Drujman narodim bilan Roshan Komilov kelib 500 so'm berdi-da. Ha, yirtgan puli. Nima ekan? Yirtuq. Xo'p, past odam ekan. Shunga kirdim, ko'cha yo'qmi deb namozni sizda. Men ko'zimga rosa sizni ko'rmaysiz. Ana endi tanidingiz, rahmat. Sizlarga bir sharoitmidi, imkon shuni bormaysizmi namoda? Qanaqa imkon shou? Keling-kov shou. Ha, keling-kov shou nima? Keling-kov shou emas, keling-kov shou. Ha, yo'q, tanadim. Ya, assalomu alaykum. Rahmat. Sobir aka, sonlar yaxshimi, tuzimiz chachmasin. Qanaqa Sobir aka? Men Soatman Sharipov. Mana shu keling-kov shousini olib boradigan Soatman Sharipov. Soat Sharif siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Ana Husan Sharif siz o'qiysizmi? Yo'q. Ruslan Sharif siz o'g'lingizmi? Qanaqasiga nima Sharif bo'ladigan bo'lsa, hammasi menga tegishli oilalar bo'laveradimi? Qanaqa odamsiz o'zingizdan o'zi kelib bu tomonga gapirasiz? Bo'ldi, bildim. Ruslan Chagayev siz o'g'lingiz. Mana qarang. Nima bo'ldi o'sha kelinga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Assalom. O, mana chiqqanu sizni ko'rsatdingiz. Mana buni xotini boshqa edi mana. Kosmetologmidi? Ajrashdingiz. Xotinim meni. A buni eri boshqa edi, bo'g'irsani. Ham ro'zi tanishib ko'raman, xotinim ko'kchalikdimi deysan? Qaymoqmisizmi? Ebi tag'ajim. O? Meni ham ko'rganmisiz? Voy, sizni ko'rmagan bo'lsam, endi ko'raman-da. Mana qarang. Agar men shunaqa qiladigan bo'lsa, mana ko'rdingizmi? Men shunaqa qiladigan bo'lsangiz, hozir ham men siz tomondan ularni chiqarib yuboraman-da, bo'ldi, stayingizga borib o'tiraverasiz. Mana qayerga boringga? Men ko'chada turgan oqilasetingiz siznikimi 07mi? Ha, meniki. Shuni laba o'ylar sinib qolsin. Nega endi? Balonlar teshilib qolsin. Qanaqa ketaman men? Bo'ldi, o'tma ashti o'tiraman, ko'rsatuvingizni ko'raman, keling, shauni. Mana qarang. Bo'pti, agar o'tiradigan bo'lsangiz, bizga xalaqit bermagan holatda mana shu tomonda o'tiringda, men keling, ular bilan birgalikda suhbatda davom ettiraman. Faqat xalaqit bermang. Bo'ptimi? Bo'pti. Skotchingiz yo'q-a? Yo'q dedim-mi, yo'q. Boshlaylik soat aka. Rahmat. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, demak, bizning ko'rsatuvimiz sizlarga ma'lum. Biz odatda birinchi savol bilan birga murojaat qilyapmiz-ki, hayotda bir-birlarini qanaqa topgansizlar deb. Endi biz birinchi keling-kovlarga yuzlanamiz. Qani, marhamat. Sizlar keling-kovlar hayotda bir-birlarini qanaqa topgansizlar? Soataga men jekda ishlayman, santexnikman, odamlarning hojatini chiqaraman. Juda yaxshi. Bir kun ishxonada o'tirdim, telefon chirillab qoldi. Xo'sh. Ali o'tsam, "Alo, tez yetib keling, turbam tiqilib qoldi." Nima tiqilib qoldi? Turbam tiqilib qoldi. Kran ishlamayapti, tez yetib keling deb. Ovoz dahshat. Xo'p. Shappa asbobni qo'lga olib yugurdim. Bo'pti. Bo'lmasa asbobni qo'lga olib yugurgan bo'lsa, so'z tomonda siz yugurib ketaveringda, biz kelin bilan birgalikda suhbatda davom ettirsak. Kelin, bu yoq nima bo'ldi qani? Voy So'g'at aka. Olabay. Shu kuni juda qiziq bo'ldi-da. Xo'sh. Uyga mehmonlar keluvdi. Aha. O'zi bir oyda bir marta keladi mehmonlar. Juda yaqin ekansizlar, ya. O'shanda oshxonaga kirsam, idish tovoqlar ko'payib ketgan. Endi yuvaman desam, turbam tiqilib qopti-da. Nima tiqilib qopti? Turbam tiqilib qopti. Voy. Keyin darrov jeka telefon qilib, xodiminglar yuboringlar, menga yordam bermasa bo'lmaydi dedim So'g'at aka. Demak, bo'pti. Demak, siz shundan keyin xotirjam bo'ldingiz shekilli-da. Xotirjam bo'ldim. Bo'ldi. Agar bo'lmasa xotirjam bo'lsangiz, xotirimlarga sol birgalikda turaverdik, kuyov davom eting, bu yoq nima bo'ldi? Shu bilan ularning uylariga bordim. Eshik qo'ng'irog'ini chalsam, ne ko'z bilan ko'rayki, tilla balo o'tiribdi-da. Tilla balon bu. Bu kitu akula. Wow. Mana qarang. Iltimos, o'tirsinlar. Ya, men qarang, men sizga nima dedim? Ha? Men shu tomonda o'zingiz va'da berdingiz, men tinchgina o'tiraman, ko'rsatuvni ko'raman dedingizmi? Jim o'tirasizmi yo'qmi? Qanaqa tushunmagan odamsiz? Men necha marta gapirayman, bu tomonlarga jonga tegdi-ya. O'zi как раз ertalab yuzimni yuvmadim lekin.
Keyin qo'rasiz. Yomon. Soat aka. Bo'ldi, rahmat. Davom eting kuyov. Bo'ldi. Keyin turbalar nagar bo'lib ketgan ekan. Nima bo'lgan ekan? Yog' bosib ketgan ekan turbalar. Hop. Nagar bo'lib ketgan ekan. Turbalarni tozaladim. Hop. Kranlarni tuzatdim. Hamma yoqni cho'tki qilib qo'ydim. Aha. Shu Bo'pti, yaxshi bo'lmasa, hamma yoq cho'tki bo'ladigan bo'lsa, bir nimalardir yana bo'lib qolishi mumkin. Kelin. Bu yog'i nima bo'ldi? Bu yog'i yaxshi bo'ldi, Soat aka. Xo'p. Turbalarni tozaladilar. Aha. Suvlarni g'ir o'tadigan qilib qo'ydilar-da. Yaxshi. Ishni bitirib endi ketaman dedilar. Ko'cha eshigini qulfi buzilib qoldi-da, Soat aka. Ertalabgacha qolib ketdilar. Bu yoqda o'tirib o'pdi-da. O, maya qarang. Qanaqa tushunmagan odamsiz, men necha marta gapiraman, sizga javob o'tirasizmi, yo'qmi? Bo'pti, qani kuyov davom eting. ocha olmadim. Nimani ocha olmadingiz? Eshikni. Hop. Ochamizada eshik katta bo'lgandek. Qolib ketdim. Keyin qarasam, xayolimdan ketmayaptilar. Tursam ham, o'tirsam ham, o'ngimda ham, tushimda ham shular. Hayron bo'ldim. Nima unaqa bo'lyapti desam, meniki ko'chib ketdilar. Yo'q-e? Yeb qo'ydim, brat. Bo'ldimi? Nima bo'ldi? Bo'ldimi? Ha? Bitta turban tozalab to'yib ketdim yo. Turba ham kichkina emas edi, aka. Topdimmi? Topdingiz. Sovg'a qani? Qanaqa sovg'a? Qancha ko'rsatib sovg'a beradi-yu, to'g'rimi? O, maya qarang, siz nimaga hammaga aralashasiz? Bu tomonda boshlovchi menmi, sizmi? Sovg'ani qachonligini men o'zim bilaman. Shunaqangizni xalaqit beryapsizki, men sizga bitta nimadan bilmayman, narigi tomondagi kelin-ko'lar uxlab ham qoldi. Yomon ham 4-kursga ketibordingiz, brat. Shunaqa gapiradigan bo'lsangiz 5-6 kun o'tib ketaman, umuman siz ham tushunmaysiz, tomoshabinlar ham tushunmaydi. Endi zatniga urib yubordingiz, va. Gapirib xotinim gapirsin, gapirsin. To'xtab turing. Xalaqit maya qarang. Xalaqit berganingizdan mana hamma narsa esimdan chiqib ketyapti. Jim o'tiring, baraka toping. Bir minut. Endi Baxtiyor aka. Soat 8:20 o'tdi. Men soat so'ramayapman. Men soat Sharipman. Shu ko'rsatuvda olib boradigan. Xalaqit bermang dedim. Bitta savolim bor-da sizga, okajon. Faqat to'g'ri tushunishni iltimos. Mana soatiga qancha gapirasiz? Men umuman gapirganda strelkamga qaramayman. Ancha bo'ldimi strelkangizga qaramaganingizga? Qanaqa tushunmagan odamsiz, men tushunmadim. Qani, bo'pti aytib. Qani sizga kuyovda nimalar yoqadi? Voy, shuni so'rang. Kuyovda nimalar yoqadi? Menga kuyovni gazli kuluvchilar yoqdi. Xo'sh. Gazli kuluvchilari hamma turbaga tushar ekan. Yaxshi. O'ngga burasangiz kattalashar ekan, chapga burasangiz kichkinalashar ekan. Yo, o'zi gazli kulishlar shunaqa bo'ladi-da. Ay, to'g'ri-da, soatiga hali karbyuratorchilarga o'xshab 8 kulush ko'tarib yurmayman, okey? Ya, tushundim, rahmat. Menga bilasizmi, bularning nimasi yoqadi? Nimasi yoqadi? Men bularni shu kuni gazli kulishlarni olib remont qilyotgandim. Qarasam 50 mingtaliklarni sanayotgan ekanlar-da. Men bularni pul topishlariga kayib qo'rganman. Yashay. Atak buni meni ikkinchi oilam. Nechinchi? Ikkinchi oilam deyman. Men tushunmadim seni. Nega men bu haqda bir narsa demadim. Bizning kelin-kuyovlar ko'rsatumizga keladiganlar bitta oila bilan keladi, hayotda bir-birlarini qanaqa topganlari gapirib berishadi. Bu qanaqasi bo'ldi? Aka, birinchi oilamda qaynatam menga lasetti olib beraman deganda va'dasida turmagan. Shunaqami? Tushundingizmi? Alfonis. Hozir mana jit qilyapman, oyoqdaman. Alfonis. Ha? O'tir. Hop. Yeymish. Maya qarang, siz. Aka, yana savolim bor sizga. Jalol aka bitta gap. Jalol aka emas, Soat Sharipov. Mayli demam, shunaqa esim kirdi chiqib qolganda, qo'rsangiz, kayibchilik. Men bitta yosh bola ketyapti ko'chada. Xo'p. Sizga qarab, "O, Soat! Nechi bo'ldi?" desa, meni sansirayotdi xaboringiz. Maya qarang. Bu savollaringiz bilan jonga tegib ketdi. Agar qancha savolingiz bo'ladigan bo'lsa, men sizga nima dedim? Siz xalaqit beraveringiz, kelin-kuyovlar ham uxlab qoldi mana. Bo'ldi, uyg'otamiz. Buxoro! Erim kelibdi. Voy, safar bo'ldi-yu. Tushunmadim, nima dedingiz? U o'zini yerga qochib ketib qoldi. Yomon tush ko'ribman, ebi ular. Keling. Mammanku sanering. Jonim. Asalim. O'tiring mana bunda. Mana qarang, bizga ajoyib kelin-kuyovlarimiz bor. Endi navbatdagi savol bilan sizlarga murojaat qilamiz. Mana bir-biringizga nihoyatda yarashib turibdi. Mana shu tariqadan kelib chiqqan holatda bir-birlarini qanaqa topgansizlar? Kuyov, kelinni qanaqa topgansiz? Rahmat Soat aka, biz tennischilar oilasi. Ha. Bu tenisli stolda o'ynaydi. Bir minut, Buxoro, bir minut. Soat aka
Pivakliz yo'qmi nima? Taqochon ana shu erkakka oz bir narsa bering, oz bir narsa bo'lib ketadi ana shu yerda. O. Tushunmay qarang. Siz qanaqa tushunmagan odamsiz? Qanaqa tushunmagan odamsiz o'zi? Bu kelin-kuyov ko'rsatuvi. Siz hali bu tomonga kelib ruxsat berganimga rahmat aytingizchi. Biza gapiraylik hay ana shu joyga. Biz tennischilar oilasi, mana keliningiz tennis stolda o'ynaydilar. Xo'p. Shunda Nimada? tennis stolda. Stolda ustidami? Soat aka, neyse, tennis stol. Aha, bo'ldi. Men katta kortda o'ynayman. Xo'p. Katta Katta kurt Taqojon. Kort, katta kort. kort. Rga urg'u berib o'tgan iltimos. O. Xullas, Gapiring. Ko'tarib berdim, jim o'tiring. Yo'q, uzr. Mana xalaqit berib o'tiribdi, ko'rib o'tiribsiz u. xullas musobaqaga qatnashtirdim. Qatnashtirib o'ynayotgan paytimda bir gala qizlar menga muxlislik qilib turibdi. Endi soat aka o'zingiz bilasiz. Bir gala go'zal qizlarning oldida yaxshi o'ynashga harakat qilasiz. Jo'rajon, mana qara. Tippa tuzib olayotgansan, yoningda bir chiroyli go'zal xotining turibdi-yu. Xo'sh. Asalligini qara, o'ynashga bo'laveramiz senga endi. O, maya qarang, ismingiz nima edi? Abzattor. Maya qarang, siz bunga xalaqit bermang. Buni tennisni nazarda tutyapti. Tennisni. Sportchilar oilasi. Davom Xullas, eting. haligi joyda raqibim menga har xil podachalar beryapti. Men u podachalarni tepadan ham qaytardim, yonidan ham qaytardim, butdan ham qaytardim, yotib olib ham qaytardim. Xullas hammasini qaytarib tashladim. Tushundingizmi? Mana qara. Labay. Furqat, rahima. Farhod. Turolmayman, Farhod. Lekin yomon zo'r qaytarar ekansan-da. Ha, qaytardim. Gap yo'q. Shu meni bir qaytarib qilib o'qib qo'yolmaysanmi? Ishim yurishib ketar. Qanaqa odam so'zi? Men sizga aytolman, e'tiboringiz uchun men O'rta Osiyoning ikkinchi raketkasi bo'laman, Menga baqirma. Maya qarang. O'tiring ana Men bunda. 4-staga olamoqchiman. Voy, maya qarang, ko'tarib berdim. Men sizga necha marta aytdim, siz menga bunaqa xalaqit beravermang. Bu tomonda boshlovchi men bo'ladiganimsa, men bosh gapiraman. Qanaqa tushunmagan odamsiz o'zi? Xullas. Bo'ldi, davom eting. Xo'p, xullas, Qaramang menga bunaqa. Speedometr kuyib ketdi yomon. Xalaqit berib o'tirganlarni qarang-da. Mana qarang, agar mabodo mana shunaqaga xalaqit beraveradigan bo'lsangiz, men necha marta gapirdim, men bu tomonga xalaqit kelgan bo'lsa, mana shunaqa jo'natib yuboraman. Mana shu tez gapiringizgacha brat, radar qo'yish kerak. Agar radar qo'ysachi, umri shtraf to'lab o'tib ketib qoladi bosh. Qo'l deb ta'sini. o'yin qizg'in davom etmoqda. Men ko'zim tribunada turgan bir go'zal qizga tushib qoldi, Soat aka. Shu o'ynab turganimda shu qizga qarab turdim-da, keyin nima desa bo'ladi, ana bir xayol bilan koptoni usholmay qoldim. Qoyil. Nima deyapti bu? Davom eting. Ana bu men gapiray. Bo'pti, qani marhamat. Men tushunmayman bular nima haqida gapiryaptilar. Men ichkariga musobaqaga qatnashayotgandim. To'g'ri. Oyog'im qayrilib ketdi. Shifoxonaga tushib qoldim. Nimaga? Shifoxonaga. Aha. Hamshira olimga kelib aytdi. Siz o'g'lingizga kelishgan chiroyli yigit keldi deb aytdi. Ibi men o'g'limga keldimi? Ibi xudo men o'g'limga keldimi deb tushunmadim. Chiqib qarasam, bo'yboslari kelishgan, oppoqqina xurslas orzuyimdagi yigitcha turibdi Soat aka. Vashshi devona bo'ldim, bilasizmi? Men tushundim. Demak, siz chiqqaningizda bular turibdilar, to'g'rimi? Nima? Ibi men chiroyli kelishgan dedim, sizga lapuh demiyapman. Voy! Jonim. Asalayman. Men tushunmadim. Demak, kelin, kuyovni nimalar sizga yoqadi? Demak, hozir aytaman Soat aka, ibi ular uyatkardan mayli aytaman. Bular tennis o'ynayotganlarida o'zgacha ovoz chiqaradilar. Har urganlarida ha degan ovozlariga mas bo'lganman Soat aka. Qanaqa ovozga? Ha degan ovozlariga mas bo'lgan. Mana qara kuyov bola bu. Ha! Demasang urolmaysanmi? Oppo. Stop, Taqajon. Bular tennis koptokchasini ko'tarib urishlarini ko'rmagansiz. Ash ko'tarib urishlariga mas bo'lganman-da. Gap. Raketning ko'zda emas ekan. Mana qarang. Xo'p, Chetiga isrof oylab qo'y. bo'pti, kuyov. Sizga kelinni nimalari yoqadi? Endi kelinni tennis o'ynayotganlarda mana qo'llariga sharik ovora aylantirishlari yoqadi. Mana shunaqalarga aylantiradi. Aylantir. Mana shu aylantirishlariga havasim kelgan. Juda yaxshi-da, juda yaxshi. Yoshlar aytadigan bo'lsam, menga yoshlikdan tennisistkalar yoqadi. Yaxshi. Demak, Soat akajon, yana bir narsani aytaman. Holigacha o'zim kulaman. Xo'p.
Ana bu tennisni ikkita kaptokchasi bor-ku. Ana nimami hali? Ana shuni bittasini. Zikr, Ha, ana shuni rezerv, zapasini bitta ana shortining ichiga solib qo'yadi-ku. Ha. Ana shuni men Grisha deb o'ylabman-da, Savat aka. Nima deb o'ylayapsiz? Grisha deb o'ylabman. Xo'p, mana qarang. Men hozir qanaqa bo'lyapti voqea nima tennislar o'ynab turibsizlarmi? Normal akajon. Ay. Yangi turmush qurganimizda kuniga 4-5 partiya tennis o'ynardik. Ha. Hozir ham o'ynab turibmiz. Faqat bir partiya o'ynab charchab qolyaptilar. Demak tushunarli, Men bitta narsani aytishim mumkinki, borib bu sport turini yig'ishtirib qo'yar ekansizlar-da. Ya, bu o'ylab turibmiz. Bolalardan bolalardan. Bolalarda bo'lib qoladi, xudo xohlasa. Bu deyman, outga urvazam deyman, faqat ukam. Voy, Qara, sanchi ukam raketga almashtirib. mana qarang. Men sizga necha marta gapirdim, umuman tushunmaydigan odam ekansiz. Qanaqasi men necha marta gapirdim sizlarga tomoshabinlarni oldim, noqulay olayotgan oldim. Ya? Men endi siz qanaqa tanishgansiz? O'zingiz gapirib bering, xotiningiz bilan. Men o'rimdan turib gapirsam bo'ladimi? Turing. Manachi Sattor aka 3 ta xotinim bor-da. Nechta? 3 ta. Iya. 3 ta xotinim stankada turadi. Bittasi Versalni oldida, bittasi SDRda qurilishda turadi. Uchinchisi Osiyoda. Endi siz meni akam bo'lib qoldingiz-ku, to'g'rimi? Rahmat. Menga bitta 4-sini topib bersangiz. 4-chi nima kerak sizga? Endi 3 ta stayanka bo'lgandan keyin bitta pastanka ham bo'lishi kerak aka. Tushunmadim. Mana qarang. Tushunmaysiz? Mana qarang, men tushunmadim. Sizga o'zingizdan o'zi turib olyapsiz bu tomonda. Men sizga qanaqa savollarni beradigan bo'lsa, o'zingizdan o'zi u tomonlar voqealarni gapirib ketaman. Bo'ldi. Qanaqa kelgan bo'lsa, endi joyizga chiqarib yuboraymi, menga qanaqa kelgan bo'lsa. Mana qarang, hammadan so'rab, o'zingiz qanaqa tanishgansiz o'zingiz? To'xtab turing. O'zingiz. To'xtab tur, boqing. Ha. Nima? Yomon nervnичать qildingiz, shu akammi-ya? Yashang. Nima qildi? Soat aka. Labay. Biz lirik chekinish qilib sizga she'r tayinlab keldik. Chekini. Yashanglar, rahmat. Baraka topinglar. Marhamat, Yangajon, o'zim boshlab beray, xayr. Sinimizdan boshlaymiz. Marhamat. Ana bunday men she'r tayyorlab kelganman. Hammangizga she'r. Ana bu she'r zo'r she'r. Ana bu erim tennis o'ynayotganlarni tepadan kuzatishni yaxshi ko'raman. Tepaga chiqish uchun narvon kerak bo'ladi. Ana shu narvon haqida she'r. Tepaga chiqqim keladi. Pastga tushgim keladi. Tepaga chiqqim keladi. Pastga tushgim keladi. Yo'q. Tepalarga chiqqim keladi. Pastga tushgim keladi. Tepalarga chiqib tashlagim keladi. Stop. Tushmay tur. Narvonni olib tasha iltimos. Bopladingiz. O'zingiz ayting, yangamullo. Вообще bo'lmayapti ana bu. Men aytdim. Yangajon o'zingiz ayting. San chiqma tepaga iltimos. Mani she'rim eshitinglar. Men o'zim polvon qizman. Yashang. Qog'ozni part yirtaman. Shu go'daligimga qaramasdan Bash o'lgan buzoni ko'zidan qo'rqaman. Mana qarang. Kechirasiz, hurmatli kelinglar, uzr so'rayman. Mana qarang, siz haqiqatan ham jonga tegsiz. Agar men shunaqa gapiradigan bo'lsangiz, aytimki, ko'rsatuv qanaqa darajada efirga ketadi bilmayman. Men sizga qanaqa tanishganingizni gapirib bering dedim. Men qarang, nimalarni gapiryapsiz? siz o'zingiz qanaqa tanishgansiz o'zingiz? Nima? O'zingiz qanaqa tanishgansiz? Xotinim bilanmi? Yo'q, men qo'shnim Guli bilan qanaqa tanishgansiz? Ibiolay, tag'ojon. Tennis o'ynaklari kelib qoldi-da. Mana qarang, qanaqa odamsiz bu tomonda mana uydagilarim kelishgan narigi tomonda o'tirib ekan, noto'g'ri tushunadigan bo'lsa, men uyga qanaqa qilib boraman bugun? Qayerga o'taman? Haqiqat gapirish kerak. Esidan chiqib qoldi. Yunusobod 13-dan 40-kvartira. Ha? Pakt ko'tarib kirib ketdingiz, ko'rdim o'zim. Voy, men qanaqa siz stengizda turmaysiz, men senga aytishmadi gap. Bu tomonda meni xotinim o'tiribdi. Qanaqa qilib uyga boraman bugun birinchi marta konsertga kelgan. O'sha domda bitta tez gapiradigan bola yuribdi. Siz bolangiz emasmi o'sha? Men qanaqa tushunmagan odamsiz-ku. Uzr, kechirasizlar, muhtaram telefon bishamin bo'lsizlar. Agar kelganingiz uchun ketdim stankaga men. Mana qarang, boring ketavering. Ko'rsatuvimiz bugungi soni efirga ketmaydi. Hurmatli rejissyorlar, stop qilinglar. Kechirasizlar. To'xtab turinglar. 20 yildan buyon ko'rsatuvda boradigan bo'lsa, efirga ketmaydi. Lekin sizlar uchun bugun mana navbatda ajoyib san'atkorimiz mana Jahongir Foziljonov tashrif buyurishganlar. Bojalar guruhiga davra davom etaveradi. Mana shu tariqada bo'ldi. Men keldim. Ekanligini qilinglar o'zinglar.
Oziy eshilmayapti. Yo tomondagilar. Balkon. Tingla yolg'on emas, so'zlarimga quloq solgin ey birpas, voy birpas. Emas oddiy havas, kamina silonday bola emas, befarq emas. Zor berdi jonimga, nahotki rahmi kelmadi holima, yoki sevgani bormi gumonima, ne qilayin shu turmani bormi, hali alamini olaman, man bitta gapli bo'laman, yori bo'lib o'zim bilaman. Ay Sog'at aka. Voy asalim guling, ko'ylaklari guling, san'at to'kib yoningdaman, yoring bo'lib yuring. Ay guling, voy guling, oshiqlaring ichida bitta o'zim yoring guling. Oziy eshilmayapti. Balkon. Buyodigilar. Qo'llaringizdan balandroq. Voy asalim guling, ko'ylaklari guling, san'at to'kib yoningdaman, yoring bo'lib yuring. Ay guling, voy guling, oshiqlaring ichida bitta o'zim yoring guling. Shukrullo Isroilov. Jahongir Foziljonov, Gulduros Qarsagilar.